to'yga o'zi kim javob beradi? Mana yomon to'y bo'ldi, bizga noma'qul to'y bo'ldi. Kimga jazo berish kerak? Ana shu jazo berayotgan odamni topib qarorni qabul qilamiz. Og'ir paytda tasavvur qilinglar, o'sha kechagi ana shu uyda yashagan, oyligi yo'q, ishi yo'q, bolasi ko'chada, больницаga borishga, dori olishga puli yo'q odam, undaqa 20 ta mashinada to'y qilgan odam qanday ko'rinadi? Yoqadimi? Men o'ylayman, yoqmaydi. Adolatsiz. Manman degan odamga bitta savol. Shu zo'r to'y qilgan odam oyligiga qila oladimi? Eng oddiy odamimiz ham salgina o'zini tiklab olsin, uni kechirasiz, g'azabini keltirmaylik, ochiqcha oddiy tilda g'azabini. Buni ham bir tartibga keltirmasak bo'lmaydi. Farzandlarimizni kamolini ko'rish, sog' salomat bo'lsa, qanday baxt bu. Kichkinagina to'y, bolamizga o'sha to'yga o'tkazayotgan pulni birkasiga o'tkazib qo'liga berib qo'yinglar. O'zlari qilsin. Shuni bir Olmazor rayon boshlanglar, 50 kishi bilan to'y qilishdi. Shundaqa bolalar xursand bo'ladi. Ularda ham ichida dardi bor o'zi. Olmazor to'ylarda va marosimlarda o'tkazish bo'yicha namunaviy rayon shaharda va senat qarorni qabul qilayotganda ko'rsatadi televizorda, o'sha ekranda, mana to'y qanday bo'ldi. Mahalla raisi chiqib o'zi chiroyli ham tabrik ham duvona qiladi. Artist keladi, oshi bo'ladi, chiroyli bolalar rozi bo'ladi. Xavf xatar bo'lmaydi yerda. 505 ta mahallada bittadan namunaviy to'y bo'ladi. Tamom. Taqdirimizni hal qilayotgan jamoat tashkiloti yakka yagona mahalla. Umrimiz mahalla bilan bog'liq. Bu odam mahallaga sadoqat bilan xizmat qilgan deydi. Hammamiz to'g'rimizda. Shoshilib bo'lmayotgan masalada bu. Buni 7 marta o'lchab 1 marta kesmasak ertaga juda vaziyatimiz endi xalqni aldab bo'lmaydi-da.